qadrli mehmonlar. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabrdagi 406-sonli qarori hamda Madaniyat vazirligining 2024-yil 28-maydagi 286-son buyrug'iga asosan turizm obyektlarida ijodiy jamoalarning teatrlashtirilgan tomosha va konsert dasturlarini tashkil etish vazifasi belgilangan bo'lib, hozir sizlarning e'tiboringizga shu qaror asosida Chus tuman madaniyat bo'limi Chus taronalar, ashula va raqs xalq ansamblining ajoyib konsert dasturini havola etamiz. Marhamat, tinglab dam oling.
Men bilan pinhona uchrashgan qancha, uyingdan chiqmaysan o'zgarding ancha. Odamdek gaplashaylik, qiynama buncha. Nazira, 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 yuragimni ezma Nazira. Nazira, 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 ezma deyapman Nazira. Olmayapti xatlarimni tutganimda, meni tashlab ketmas eding kutganimda. Gelsa gelsin, yarın gelsin, alma girip gireydi canım gelsin. Gelsa gelsin, balım gelsin, işve bilen taslanıp gülüm gelsin. Gelsa gelsin, yarın gelsin, alma girip gireydi canım gelsin. Gelsa gelsin, balım gelsin, işve bilen taslanıp gülüm gelsin. Açmeniller yetib olaman, tutib olsam kuchib olaman. Ari bo'lib uchib olib biz lablardan chaqib olaman. Ajdodlar mana turizmda obodon olishmoq ajoyib kayfiyatda davom etmoqda. Marhamat, tomosha qilinglar, qayta qilinglar. Keldi bahor, ish fasli bu. Keldi bahor, ish fasli bu. Mashriqiy gul misol qilib, ish ahliga to'ldi bu bog', ish ahliga to'ldi bu bog'. Oxirdagi dildor qilib, oxirdagi dildor qilib. Bir halkı Va hurmatli mehmonlar, bugungi tadbirimiz orqali sizlarga xush kayfiyat baxsh etgan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.